chin dildan qo'shilgan holda katta orzu-umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il-qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11.500 nafardan ziyod farzandlarimizga, 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga o'qish va izlanishda jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namuna bo'lib kelayotganlari uchun alohida tabrik va tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonli yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etadi. Jumladan sizlarning zamonaviy ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalarni, ijod va tadbirkorlik sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 200 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxonalar, madaniyat, san'at va sport muassasalar samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'limning barcha bo'g'inlarida o'quv tarbiya ishlarining sifati va natijadorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oldingi teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yetuk kadrlar, ongli va oliyjanob insonlar bo'lib, xalqimizga sidqidildan xizmat qilasiz deb ishonaman. Shuni aslo unutmang. Odamzod hayotda munosib o'rin topishi, el yurtning hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lish uchun milliy va umum insoniy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanish va o'rganishdan aslo to'xtamasligi kerak. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-ona va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi, uning hayotini fayzli va charog'on etadi. Ayniqsa sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamondan ibrat olib, har kuni bir natijaga erishib